To'g'risi o'rtoqlar, bu hovlini ko'rib, nima deyishga ham tilim bormay, aqlim lol qoldi. Vodopadlariga ega, o'zini besetkalari qilingan 2.7 sotuv maydonda 6 xonali qilib qurilgan mana bu hovlini bitta ko'ringlar o'rtoqlar. 3 ta o'rinli qilib qurilgan hovlisiga umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas. Yashil maydonlari, mana bunday landshaftning zonalariga e'tibor beringlar. Hovling bo'lsa, mana shunday chiroyli bir hovling bo'lsa-da, mashinani ham olib qo'yishga tayyor joylari bor. Ovqat tayyorlab, kabob pishirib, mazza qilib oila davrasida ovqatlanib o'tirish uchun besetkalari, yozgi oshxonalarigacha qilingan. Mangal qilishga ham hamma sharoitlari bor. O'choq davo umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas o'rtoqlar. Havas qilganlar bitta like bosib qo'yinglar. Biz bo'lsa chiroyli qilib sizlarga uyimizni ichkarilarini ham ko'rsatib beramiz. Toshkent shahar Sergeli tumanidamiz. Xonobod metrodan 500 metr kirganda Beruniy mahallada joylashgan mana bu xonadonimiz bugun sizlarning e'tibor markazingizda. Kelinglar o'rtoqlar. Ichkariga kirishimiz bilan mana shunaqangi hol kutib oladi. Televizorning zonalari qilingan, ajoyib bir dekor panellar bilan zinalarni to'sib qo'yishgan. O'rtoqlar, bekam ko'skin xonadon bo'lyapti-yu. Bu yoqqa yumshoq mebellar qo'yib olsanglar, mazza qilib televizor ko'rib o'tirishga sharoitlari bo'lar ekan. Hurmatli mijozlar, qani boshladik. Ayollarimiz uchun ajoyib bir mana shunaqa mebel texnikalari bilan uzun bir oshxona mebellarini ko'rishingiz mumkin. Hovlisiga qaragan oynalari qilingan ekan. Qarang kene. Mana shu xona sizga bo'ladimi? Qarang. Ovqat tayyorlashga oshxona mebellaringiz tayyor. Choy ichib o'tirishga bitta stol qo'yib olsa, ertalab nonuchtani yengilgina mana shu oshxonani o'zida ham yeb ketsa bo'lar ekan. Bu tomonda mana shunday zinalarimiz joylashgan. Birinchi qavatimiz o'zida umumiy sanuzellarimiz, mehmonxona, yotoqxona va oshxonalarimiz joylashgan. Bu ham yetmaganda bitta hollarni ham qilib qo'yishdi. Bu yerda vannali sanuzelimiz bo'lyapti. O'rtoqlar, sizlarga qaysi biri ma'qul? Vanna ma'qulmi yoki dush ma'qulmi? Qaranglar, bu tomonda bitta yotoqxonalarimiz qilingan. Buni bonus narsasi ham bor. Hozir video davomida ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Lyustralarni kattalarni o'rnatib qo'yishgan. Bu yerda mehmonxonaga o'tganimizda ajoyib bir mehmonxona. Qimmat lyustralar o'rnatilgan, ajoyib bir aboyli remont qilingan va bonusi katta orqa hovlisi ham bor. Orqa hovlisida yashil maydonlari ham qilib qo'yilgan. Bu yerda rakvinalar ham olib kelib qo'yilgan. Bemalol orqa hovlida ham dam olish zonalari qilib qo'ysanglar bo'lar ekan. Ayniqsa to'y ma'rakalarda ayollarni alohida orqa hovliga o'tkazib olinsa yoki erkaklar alohida, ayol alohida bemalol qilsa bo'lar ekan. To'g'rimi o'rtoqlar? Endi hozir podval qismini ham ko'rsatib beramiz. To'liq podvallari qilingan ekan. Narxni taxmin qilib ko'ringlarchi. Video davomida narxini ham aytib o'taman. Sizlarni taxminlar bilan mos kelarmikan, yo'qmikan? Qaranglar. Bu tomonda kattagina podval qismlari qilingan. Endi bu yoq o'ng tomonimizdagi xonalarni ham ko'rsatib beraman. Alohida xonalarga ajratilgan. Bu yoqda kotelning xonasini alohida qilib qo'yishni ko'rasiz. Do'q kommunikatorlari o'rnatib qo'yilgan ekan. Pishgan ishdan qurilgan. Xudo xolasa bu uyni qurgan akalar nechadir yillardan beri, kamida 5-10 yildan beri uylarni qurib kelishyapti. Yiliga bo'lmadi deganda 20 ta 30 ta uy qurishadi menimcha. Mana shunaqangi bunaqa katta uylarni qurganlarni bilmayman, lekin kichkina 2 sotuli, 3 sotuli, 100 minglik, 150 minggacha, 70 mingdan boshlab 150 minggacha bo'lgan uylarni qurib kelishgan edi. Endi mana bu proyektlari oldingilariga umuman o'xshamabdi, lekin juda ham boplab premium klass hovli qurishdi. Menga eng yoqqan tomon landshaftning zonalari, hovlilari bo'ldi o'rtoqlar. Ikkinchi qavatda o'zida ham 4 ta xonamiz bor. Bu yerda umumiy sanuzellari, bu yerda ham vannalari o'rnatilgan ekan, oynalari podsvetkali qilingan. Hurmatli mijozlar, shunaqangi hovlilar menga ham nasib qilsin deganlar bormi? Qaranglar, har bitta xonasiga alohidan farzandlarga yotoqxonalar, dars qiladigan xonalar qilib bersanglar bo'lar ekan. Ayniqsa aka-ukalar bilan yashamoqchi bo'lganlarga ham aka-ukalar o'zini oilasi bilan ham ota-onalar bilan yashash uchun bemalol xonalari yetarli ekan. To'g'rimi? 2.7 sotuli keng mo'l hovli, orqa hovlilari ham bor. 6 ta xona bo'lyapti o'rtoqlar. Bu yoq ota-ona yotoqxonasi o'zini ichida sanuzellariga ham ega ekan. Agar 225 ming pulingiz bo'lganda mana shu hovlini sotib olgan bo'larmidinglar? Ikkinchi qavatda 4 ta xonani ko'rdik. Mana bu 4-inchisi hisoblanadi. O'zini balkon qismlariga ham ega. Hozir balkondan ajoyib bir manzaralarni ham ko'rsatib beramiz. Hurmatli mijozlar, agar siz bundan ham arzonroq variant qarayotgan bo'lsangiz, 150 mingdan boshlab
230 ming dollargacha bo'lgan hollarni ro'yxatini tayyorlab qo'ydik. Uybozor tv.uz saytiga kirib bemalol ko'rishingiz mumkin. Opisaniyada havolalarni, ssilkalarni qoldiramiz. Hayotda eng katta xato hech qanaqa harakat qilmaslik, qadam qo'ymaslik hisoblanadi. Alloh ham harakat qil, sababini qil, natijasini o'zim beraman deb bekorga aytmagan. Allohim mana shunday chiroyli uylarni sizga ham bir kun nasib qiladi. Faqat harakat qilib, Allohdan tinmay so'rash kerak bo'ladi. Uybozor TV sizga eng kamida mana shunaqangi chiroyli uylarni tilab qoladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.